shunday go'zal bir dargohda to'g'ri bugun qatnashib turgan barcha mehmonlarimizga yana bir bora xush kelibsizlar deymiz. Avvalambor Shodiyonaimizni fayziga ko'z tegmasin. Bugun quyoshli kun yakuniga yetib, fayzli oqshom kirib kelar ekan. O'ylaymizki, bugun juda ham bir chiroyli lahzalar barchamizni oldinda kutadi va birgalikda mana shunday bir fayzli oqshomni guvohiga aylanib turibmiz. Avvalambor tantanamizni fayziga, shukuhiga ko'z tegmasin va bugun mana shu xonadonga, ushbu to'yxonamizga qimmatli baxtlardan emasdan qanday ranjida qilgan barcha azizlarimizni to'yboshlarimiz nomidan, xonadon sohiblari nomidan xush kelibsizlar deymiz. Boshimiz yerga tegguncha ta'zim qilamiz. Ozor bermang aslo suygan kishiga. Malaklar kirsin dilning tishiga, jismlar saltanat, yuraklar sulton. Xush kelibsiz azizlar, yana bir bor ishqli kishiga. Bugun shu xonadonga tashrif qilgan barcha aziz mehmonlar haqqiga biz esa ushbu to'y sohiblari nomidan xush kelibsizlar deyishdan charchamaymiz. Avvalo tantanamizni bugun qahramonlariga to'xtalamiz. Bugun qator to'y sabablari. Avvalambor kelin-kuyovlarimiz bugun Sarvarjon hamda Mohiralarga ikki dunyo saodatini tilaymiz. Qolaversa to'y bolamiz xonadonning nabirachasi Imronbek nabirachamizga uzoq umr tilaymiz. Sunnat to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Azizlar, guvohi bo'lganlaringizdek bugungi tantanamizda ilk daqiqalarda chiroyli kuy qo'shiqlar jarang sochib bordi. Oz bo'lsa o'ylaymizki, mana shu mehmonlarimizni bugun ko'ngillariga chiroyli bir ko'tarinkilik olib kira oldi. Biz esa mana shu kayfiyatni yanada yuqori qilish niyatida o'z sa'y-harakatlarimizni davom ettiramiz va ayni damlarda qator qo'shiqlarimizdan so'ng esa qonun qoidaga binoan bugungi shodiyonamizni shirindan shirin tilaklarini ham boshlash onlari yaqinlashmoqda. Haqiqatan ham bugun tilaklar bisyor, juda ko'plab yaqinlarimizni tilaklarini birga tinglaymiz. Lekin eng avvalo mana shunday tilaklar guldastasini kelin-kuyovlarimiz bo'lmish Sarvarjon hamda Mohiraxonlarni bugun yaqinlari to'g'ridan-to'g'ri boshlab berishadi. Demak, bular esa birin-ketin e'lon qilamiz. Kuyovimiz Sarvarjonni do'sti G'olibjon ukamizni hamda kelinimiz Mohirani dugonasi singlimiz Parizonaxonlarni to'g'ridan-to'g'ri chorlaymiz. Mana shunday yoshlar esa bugun o'z tilaklari bilan tantanamizni to'g'ridan-to'g'ri chiroyli olib kiradi. Marhamat. Rahmat deymizda mana shunday bir deganda kelin-kuyovlarni bugun do'stu dugonalarni qarshi olamiz. Avvalambor xush kelibsizlar deymiz. Bugun sizlar bilan biz ham mana shunday go'zal bir oqshomda yelkadosh turganimizdan mamnunmiz. Endi yaqinlarga bugun qalblarda jo'sh urib turgan tilak va izhorlarni yo'llash onlari yetib kelgan ekan. Biz buni to'g'ridan-to'g'ri his qilamiz va birinchilardan buni mana shu Parizodaxon singlimiz bugun xudo tarafdan tashrif qilgan mana shu sababli kelinimizni dugonasini birinchilardan bo'lib tilaklarga taklif qilamiz. Demak, so'z singlimizga biz boshladik azizlar, marhamat. Assalomu alaykum. Bugungi kechaga yig'ilgan mehmonlar va mezbonlar. Bugungi kecha sabab sarvarakalarga baxt, omad, yig'ilgan saodatni tilayman. Shundan shakar solih farzandlar ota-onasi bo'lib bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Rahmat deymiz. Singlimizga mana shunday hayajon bilan bo'lsa-da kamtarona qolaversa, eng muhimi samimiy tilaklar bilan tantanamizga o'zgacha bir kayfiyat ulashdi. Biz ham Parizoda singlimizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. O'ylaymizki, mana shunday go'zal tilaklar butun umr va hayot davomida sizga ham hamroh bo'lsin. Demak, tilaklar yana davom etadi. Endi barcha kuyov do'stlar, kuyovimizning jo'ralari nomidan G'olibjon ukamizning qalb so'zlarini birga tinglaymiz. Demak, so'z kuyov jo'raga, biz esa yana zavq bilan tinglashda davom etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga, tashrif buyurganlaringizdan minnatdorman. Hammalaringizga do'stim Sarvarjon singlimiz Mohiraxonlarning bugun nikoh oqshomida o'tirganmiz. Do'stim, senga baxt, saodat, kelajakda ishlaringga omad, sen bilan baxt hech qachon ayrilmasin jo'ra. Mohira singlimiz bilan baxtli bo'l. Rahmat. Juda chiroyli olqishlar bo'ldi. Mana shu tilaklar uchun biz minnatdor bo'lamiz. Endi tilak bildirgan yoshlarimizni to'yxonamizni an'anasiga muvofiq chiroyli qo'shiqlar navbati berib, aynan sizlarni raqslarni kutib olamiz. Doniyor Fayz yana o'z qo'shiqlari bilan mehmonlar diqqat markazida.